Kanadaning tarixi va davlatchilik tarixi haqida ham to'xtalib o'tishni hozir lozim topdim. Bilasiz, tarix kitoblaridan balki o'qigandirsiz, balki o'qimagandirsiz. Jon Keybet degan odam 1497-yilda aynan Kanadaga asos soladi va o'sha vaqtlarda Kanada Angliyaning mulki deb e'lon qilinadi. Shuningdek, Kanada davlat sifatida shakllanishi bu 1867-yillarga borib taqaladi. Ya'ni o'sha vaqtlarda Buyuk Britaniyadan nima deydi, zavisit qilgan Kanadaga Buyuk Britaniya qirolligi o'sha vaqtlarda 1867-yilda o'zining koloniyalaridan birinchi bo'lib Kanadaga dominionlik huquqini beradi. Ya'ni o'zining ichidagi muammolarni o'zi hal qilish, lekin tashqi muammolarda o'sha Angliyaga bo'ysunish maqomini beradi. Ya'ni umuman olganda siz bilasizku, suverenitet, ya'ni ichki va tashqi mustaqillik. Ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham mustaqillik, bu suverenitet deyilsa, o'shani bittasini saqlab qolinishi, ya'ni o'sha o'zini kolonial tizimda qolishi, qaysidir jihatdan tashqi aloqalar bo'yicha qandaydir cheklovlar bilan mustaqil bo'lishi, bu dominionlik huquqi bo'lgan o'sha vaqtlarda. O'sha vaqtlarda bilsangiz kerak, Avstraliya ham, Yangi Zelandiya ham, yana qaysi davlatlar bor edi? Kanada bo'lgan. Umuman mana shu davlatlarga Angliya qirolligi dominion huquqini bergan, lekin o'zining mulki sifatida saqlab qolgan. Bugungi kunda ham Kanada Angliyaning mulki hisoblanadi. Ya'ni o'sha qo'shma qirollik deyiladi-ku, o'sha qo'shma qirollikning mulki hisoblanadi va bevosita Angliya qiroliga bo'ysunadi. Isbot sifatida sizlarga hozir mana bu narsani ko'rsatishim mumkin. Ya'ni pul Kanadaning $20 bundagi rasmdagi odam ko'rib turgan edi, Yelizaveta II. Ya'ni umuman olganda mustaqil degan nomi bo'lgani bilinam, lekin bu Buyuk Britaniyaning qo'shma qirollikning mulki sifatida qaraladi bugungi kungacha ham. O'sha 1867-yillarda dominionlik huquqi berilganligi bilinam, lekin 1982-yillargacha adashmasam o'zini mustaqil sifatida bilmagan Kanada. Yana tarixi haqida yana bitta narsa qolib ketibdi. Ya'ni Kanada degan nom. Kanada degan nomni bular qayerdan olgan? Kanada bu o'sha paytlarda mana shu hududlarda yashagan Kanata degan nom bilan atalgan bir qishloq bo'lgan. Bilasiz, bu yerda o'sha amerikaliklarga o'xshagan aborigenlar, biz o'sha ataydigan hindular yurti bo'lgan va o'sha paytda hindular bu o'zlarini yurtlarini Kanata deb nomlashgan. Kanataning tarjimasi esa bu o'sha qishloq, kichik qishloqcha degan nomlarni bildirgan. Bularning bayrog'i esa o'sha 1867-yilda dominionlik huquqi berilishiga qaramasdan undan qariyb 100 yilmidi, shu 1960-yillar atrofida, 1965-yillardamida qabul qilingan, bayrog'i bo'lmagan, ya'ni o'zini davlat ramzlariga ega bo'lmagan. O'sha paytlarda bayrog'ini qabul qilgandan keyin ana bu barg bor-ku, Kanadaning o'sha ramzi sifatida ko'riladigan barg. Bu aslida o'sha fransuzlarning bir, qanday tushuntirsam, ramzi hisoblangan. Ya'ni o'sha paytlar demaylik, ya'ni bugungi kunda ham Kanadadagi asosiy til ingliz tili bo'lsa, ikkinchi davlat tili bu fransuz tili hisoblanadi. Ya'ni eng ko'p inglizlardan keyin bu yerga kelgan millat vakillari fransuzlar bo'lganligi uchun o'sha vaqtlarda fransuzlar Kanadaning ma'lum bir qismida yashashgan va u yerda o'sha o'zlarining ramzlari sifatida mana shu qandaydir bayroq, daraxtning bargini o'zlariga ramz qilib olishgan. Keyinchalik esa, ya'ni u faqatgina fransuzlarda emas, balki boshqa millat vakillarini ham o'zlarining ramzlari bo'lgan. Aytaylik, Torontoda o'sha vaqtlarda adashmasam yashil rangli barg ramz sifatida qo'llanilgan bo'lsa, boshqa provinsiyalarda boshqacha rangli barglar olingan va umuman davlat o'zini bayrog'ini qabul qilayotganda aynan mana shu bargni, universal rangini, qizilni tanlagan bo'lish ehtimoli yo'q emas. Xullas, umuman olganda asosiy ma'lumotlar shular. Biz shaharni tomosha qilishda davom etamiz.